videoda biz mana shu kichkina temirchani maksimal darajada qizitib, har xil narsalarni ustiga qo'yib ko'ramiz. Va qani ko'ramiz, buni reaksiyasi qanaqa bo'ladi? 100% hamma narsa erib ketadi. Portlab ketib qolsa, mayli, bo'lmasa eksperimentimizni boshladik. Lava bilan eksperiment olamiz. Albatta sizlar obuna bo'lib qo'ying, chunki men yangi maqsadim bor. Va u ham bo'lsa 850 ming obunachi va qachonki men 850 ming obunachiga erishgandan keyin aytib yorib qo'yamiz. Mana bu suvni ko'rasizlar va mana shunaqa katta suvli joyi oddiygina mana bunaqa bakalashkadan yasalgan kema orqali suzib o'tamiz. Shuning uchun albatta sizlar obuna bo'linglar, chunki bu video 850 ming obunachidan keyin chiqadi. Boshlanishga biza bu temirimizni qizitishimiz kerak. Ayni hozir men sizga bu temirni qanaqasiga qizitishimizni sizga tushuntiraman. Mana bu narsa bor. Napol bilan olov chiqaradi. Hozir shu bilan buni qizitamiz. Hop. Qizyapti. Shunaqa qilib 3 minut davomida bu temirchamizni qizitib oldik. O'ylashim bo'yicha bo'ldi. Davayt hozir buni yetarli qizgan qizmaganligini mana bu 1 litr bakalashkani eritib sinab ko'ramiz. Eridimi bilmayman lekin. Va hop. Lekin eryapti. Yopishib qoldi mana bu. Qarab tashlaylikmi? Va da eritdi lekin. Lekin hozircha bu o'ylagan darajada bunaqa qizimadi. Ya'ni qip-qizil bo'lib qolmadi. Bu hammalar qaraydi, bu bakalashka ham hali jakishani qotdi. Shuning uchun davayt bitida 10 litr yana katta bakalashkani buni yanada qizitgan holda eritishga harakat qilamiz. Fortinay deylar babaji. Ana endi buni mana bu 10 litrlik bakalashkani teshamiz ana endi bu bilan. Ustidan bosiriye, lekin mana shu qizidi lekin. Hop. Eshitdik, o'zini eshitdik. Ruslar haqiqatan ham o'sha eritotdi. Suv kelib muzlab qoldim bu. Lekin zo'r reaksiya berdi, fuqillar. Hozir lekin bunisiga qo'rqoshni eritib bilan lava qilib qo'ysak lekin o'sha o'ziga kerak. Nima deb aytib bo'lmasa mana qilamiz. Agar siz shunaqa lavali videoni chiqishni xohlasanglar, mana shu video tagida tezroq yig'ilish uchun mana 30 mingta like yig'inglar mana shu video ostida. Men polni lava bilan har xil eksperimentlar olib ko'raman. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, buni bildirish uchun просто like bosinglar. Mana shu videoni tagida 30 mingta like topishgandan keyin xullas lava qilib ko'ramiz. Va keyingi biza jazolaydigan narsa bu mashina. Faqat o'yinchog'i. Qaraychi, mana shu mashinani hozir biz mana shu kichkina temirchani eritib ko'ramiz. Hozir qarang, buni ertaman-da. Men bitga qo'yma, u pastdan qani teshib chiqadimi yo'qmi? Hacha tomini o'zini teshib oladimi yo'qmi? Ketdi. Sekin Oz. Lekin teshib chiqib bo'ldi shu. Chikir ketdi. Voy, mashina teshib ketdi o'rtadan mana. Просто sapas ketadi, lekin qani hozir pastdan teshib olaman. Men bu yerdan pastdan teshib chiqish kerak. Tegina teshib chiqdi. Men bu to'chasi qo'tirib lekin tegina teshib chiqdi. Mana o'rtadan mana. Xuddi o'zini razmerida mana. Demak, hozir biz bu temircha bilan tumtni mana bu mashinani o'rtasidan teshib qoldi va xushmay to'lib qoldim. Bu qanaqadir shishali, masalan, bakallarni ichida suv bo'lsa, uni sindira oladimi yoki ular qanaqa reaksiya bildiradi? Kichik chalaveradi mana qap. Mana, deytakoy. Shunaqa oladimi yo'qmi? Bunday bo'lsa, hozir buni ham sinab ko'ramiz. Ham ko'rib turganlar bu shishali bakal va hozir biz bu bakalni ham davay, ketadi. Hop. Bakal smiydimi? Demak biz hozir noto'g'ri qilib qo'ydik va ana endi bo'lmasa davayki bakalni o'ziga qilamiz. Ya'ni suv solmasdan. Bo'lmasa mana bunaqa qizitib turib sindirishga harakat qilamiz. Da sindi. Naqib bo'lsa ham maqsadimizga erishdik. Demak mana bakal mana shu temirni qizitganimizdan yana sinib ketdi va demak bakal ham sindira oldik. Bu hammayli bo'lmasa yana keyingi narsaga. Va bu narsa skotch. Sizlar o'ylashi mumkin, bitta sloy skotchni bu yerda tushib ketadi. Prям 10 tasinichi. Buni hozir sinab ko'ramiz. Va mana o'sha 10 qavat skotch, va hozir bu skotchni mana mashetiga qizib turgan temirni qo'yib teshib o'tadimi yo'qmi? Hozir sinab ko'ramiz. O'ylashim bo'yicha skotch ancha proshniroq, ya'ni teshib o'tmasa ham mumkin. Baribir teshib o'tsa ham inobatga olish kerak. Bu atigi 10 qavati va bundan keyin biz 100 qavatini ham ko'ramiz. Va ketdi, hop. Yon ketdi. Va bemalol teshib o'tdi mana. Bu aytganimdek bu atigi prям 10 tagini sloy va ana endi bundan keyingisi bundan bir 10 barobar katta, ya'ni 100 ta sloy bo'ladi. Va ana endi qanaqa hozir biz faqat skotch tesha oladimi yo'qmi ko'ramiz. Tashadim. Boshlanishdan lekin reaksiya yaxshi kirishyapti. Hop, voy, lekin 100 ta qavat o'rtalab voykidan prям 10 barobar ko'p. Lekin tagidan qaraganda hali uncha emas. Tityapti. Nimacha teshadi. Lekin sekin eri boryapti. Uch tagidan ko'ryapti shu. Uch tagidan ko'ryapti. Va ushtagidan teshmam chiqdi bir xil joylar. Ostigidan tushadi. 100% bu yigitlar ta'sir qilsalarmi 100 ta sloy skotchi bu teshib o'tdi. Va уже 100% yarim bo'sh chiqib bo'ldi erib.
Bo'ldi. O'rtoqlik qarang mana. Bu eritib chiqib ketdi prям 100 ta qavat skochni. Ну, qamayli, bo'lmasa 100 qavat skoch ham eritdi. Va ana endi давайте mana qilib ko'ramiz. Bilsanglar, qog'oz bitta ikkitasi tez erib ketishi mumkin. Ну, prям 100 tadan ko'pichi. Masalan, bir 500 tacha qog'ozni bitida bu eritib teshib chiqa oladimi u tarafini? Yo'qmi? Давайте qog'oz buni ham sanab ko'ramiz. Ну, boshlanishga 500 ta qog'oz emas, oldin mana bu 10 ta qog'oz tesha oladigan shuni ko'rishimiz kerak. Chunki qog'oz bu skoch emas. Ну, qamayli, qo'ydim. Va o'ligi sal qiynalyapti, skochni tez teshib ketdi. Ну, mana qog'ozda bu. Tesha oladimi yo'qmi, nima deysizlar? Yo'q, teshib bo'pti уже. O'rtoqlar, bu 10 qavat qog'ozni teshdi. No, qani hozir bu mana shu prям 500 qavat qog'oz tesha oldimi, sanab ko'ramiz. Bash kitob bo'yapti buni. Tesha olmasa kerak. Ana endi bu qizib turgan temirni mana shu 500 ta qog'oz ustiga qo'yamiz. Va qo'ydim. Va qani teshib o'tardimi yo'qmi? O, reaksiyasi kirishdi. Уже menimcha pashta teshdi. Lekin 100 tasini emas. No, da, menimcha tesha olmaydi. Boydan mashg'ulot qotib qoldi-da bu. Shu uchun men zuk ishlab turganda qani olaylik, хотя бы nechta sloy teshganini bilaylik. Zich turibdi mana. Masalan, Yo, bor yanada teshgan. Ha, tagida mana teshgan mana. Shuncha. Mana ya, masalan, teshgan. Qog'oz o'zaro qolaylik, yon ketasa. Da, bo'ldi shu. Mana. Uzoq bo'laman, men bitta sal qizigan. Mametiga sal qizigan. Mameti ham sal shunaqaroq, mameti ham sal dog'lar bor, sariq va uje mana. Mashdan boshlab mana tasavvur qilinglar. 500 ta qog'ozni mashinchasiga pashtaga o'tadi. Ну да, bu cha unaqa emas ekan. No, o'ylashim bo'yicha lava bo'lganda, prям pachag'ini chiqarib tashardi. No, hamayli bu qog'ozni olib qo'yamiz, chunki baribir tezroq 30 minut vaqt yig'ilib, biz lava videosini olaylik. No, hamayli. Bo'lmasa ana endi yana keyingi biz tekshirib ko'radigan narsamiz bu koptok. Qani ko'ramiz, bu mana shu koptokni yora oladimi yoki yora olmaydimi? Qo'ydim. Tutun chiqatdi, ushlab turaman. Voy, вообще lekin. Oh, qochaman uzoqqa. Buni o'ring. Teshdi lekin. Ichi kirib ketsa kerak hozir, ha? Kirib ketdi ichiga. Mana qaranglar o'rtoqlar. Ichiga kirib ketdi. Qani buni tagida teshib chiqadimi yo'qmi? Koptoni prям o'rtasidan ilma teshib qo'yamiz. Qarab. Chiqatdim. Mana o'rtoqlar. Tepasidan kirib, mana pastdan teshib chiqdim mana bunaqa qilib. O'rtoqlar bu butun koptoni pashani chiqaradi. Koptondan bir tutun chiqaradi, qarang. No da, bu temir chanchim jurasiga qodir. No, nima deb o'ylaysizlar? Bu temirchi mana bu kokosni ham teshib o'ta oladimi? Kokos bizga juda ham po'sti qalin bo'ladi. No, давайте, hozir bo'lsa buni ham sanab ko'ramiz. Tamam, temirni ham qizitib oldik va ketib qo'yamiz endi. Mana shu qarang. Ana bounty shkolat hidi chiqib ketdi hamma yoqqa. Nima deb o'ylaysiz? Tesha olmaydimi? Mana teshadi. Серьезно? No, lekin tushunish kerak, что buni ichida suv bo'ladi va ichida suv bor narsalarni ko'rdik, что bakrashga suvni ham suv tez buni issiqligini tushirib qo'yadi, ya'ni. No da, faqatgina kuydi, lekin buni tesha olmadik. Va qani urib teshib bo'ladi o'zi buni. Короче, tesh qiyin, no bilasizlar, kokos bu juda ham qattiq narsa. No da, bo'lsa biz kokos tesha olmadik va anendagi navbat Ну да, короче, hozir biz prям mana shu qizib turgan temirimiz bilan eritishga harakat qilgan narsamiz. Bu mana bu PUBG'ni shlemi. O'ylashim uchun buni erita olamiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Biz bu shlemni erita olamizmi, erita olmaymizmi? Albatta kommentariyga yozib qoldiringlar va bo'lmasa erishga ketdik. No, qamayli bo'lmasa hozir boshimdagi prям kaskani mana bu qizib turgan temircha bilan eritamiz. Va kaskani ichiga qo'yamiz va ustiga qo'ysam, teshib tashlaydi. Xo'p, o'zi eryapti. Ketib qoldi, ushlab turaman. Uy, yonib ketdi. Uy, yonib ketdi. Xo'p. Ana endi ham 100% teshib o'tadi, 100%. No, lekin nimaga boy o'yinchoq mashina yonmadi, bu yondi. Har xil prям plastmasdan qilingan bo'lsa kerak. Va bu teshib o'tdi-da. Teshib o'tdi. No, bunaqa bosh teshiq kaska bilan yursangiz, so'z publikda sizlarni prям headshot bilan o'ldirib tashladi. No da, demak, hozir biz buni ham teshdik va общий bu videoda вообще nechta narsadan teshib o'tdi bu. Biz sizlarga kommentar yozib qoldiringlar va albatta like bosinglar, chunki sizlarni 30 mingta like yiqqaninglardan keyin men butun lava bilan eksperiment olamiz. Unisi bundan ancha mo'shni bo'ladi. No, hamma bo'lsa sizlardan like va keyingi videoda ko'rishguncha, ciao jongalar.